Dos. حل باشم
Bu eshitilyapti. Nima qilib tashlayapti? Ko'rmas ekanda, aniq hech narsa bo'lmaydimi? Ekranga. Hozir ekranga chiqaring, yana prezentatsiya paytini qo'yaverasiz. Tak, mayli. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Vaqtinglarni ko'p olmayman. Sraz maqsadga o'tib qolamiz. Avvalambor, mana 20-yanvarda biz yangi xodim olganmiz. Hamida xabaringda bor. Komplians xizmatiga Zikirov Jamshid akani ishga olganmiz. Marhamat. Прошу любить и жаловать. Jamshidga. Ular hamila xabaringda bor, shu holatga kelib, komplians korrupsiya bo'yicha bizani tekshirib, ancha muncha kamchiliklarimizni yozib ketdi. O'shani ijrosi bo'yicha shuncha ishlarni qilishimizga qaramasdan, baribir nima deydi, har xil gap so'zlar, kamchiliklarni eshitib turibmiz. Hozir Jamshid akam bu bo'yicha podrobniy sizlarga hamidaga gapirib tushuntirib beradi. Marhamat Jamshid. O'tirib gapiring. Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar. Avvalambor mana shu jamoada ishni boshlaganimdan xursandman. Mana yuqorida ta'kidlab o'tdilar, boshlig'imiz Barqaro'yda. Haqiqatda ham korrupsiyaga qarshi kurash sohasida amalga oshiriladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Chunki shu vaqtgacha mana shu Hisob palatasi tomonidan ham tekshirilganda kritik otsyenka berilgan inspeksiyaga. O'zi inspeksiya amallaringizga ma'lum, davlat nazoratini amalga oshiradi. Ruxsat beruvchi, davlat tekshiruvini nazoratini amalga oshiruvchi tashkilot hisoblanadi. Shu uni funksiya vazifalaridan kelib chiqqan holda korrupsion xavf-xatarlar juda ham yuqori baholangan inspeksiyada. Haqiqatda men bir oy ichida men o'zim ham ko'rib buni guvohi bo'ldim. Men tahlil qilib chiqdim masalalar bo'yicha. Shuning uchun hammamiz agar birgalikda harakat qilmasak, korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash muhitini yaratmasak, hech qachon bir rezultatga, yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Chunki o'sha geologiya vazirligi rahbariyat tomonidan, vazir tomonidan shu yoki maslahatchilar tomonidan ham juda ham ko'p zamechaniyalar, inspeksiya haqida juda ham ko'p zamechaniyalar bor. Tanqidlar juda ham ko'p, hammasini eshitdik. Hamma xatti-harakatlaringiz to'g'risida juda ham ko'p informatsiya kelib tushyapti. O'ylamanglar, bu yoqda Toshkentda hech narsadan xabari yo'q deb. Hamma narsani bilib turibmiz. Hozirgi vaqtda qo'lcha aytadigan bo'lsak, mana shu 5G bo'yicha hammalaringiz qabul qildingizlar, cho'tlarni, to'g'rimi? Hozir ish davom etyapti, 5-fevralgacha edi o'zi. Ba'zi bir hududlarda $200 chiqib ketgan qabul qilish stavkasi. Kerak biz qaysi hududligini ham aytamiz, keskin choralarni ko'ramiz. Men birinchi marta sizlarni ogohlantiraman hammalaringizni. Bu hududlarda ham bor bunaqa holat, markaziy apparatda ham bor bunaqa holat uchrab turibdi. Shuning uchun ogohlantirmadi, xafa bo'lmanglar. Mana birinchi marta og'zaki ogohlantiramiz. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida ichki-me'yoriy hujjat qabul qilingan inspeksiya. Ichki-me'yoriy hujjatlarda ko'rsatilgan korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati bor, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish nizomi bor. Va mana shu odob axloq namunalari kodeksi berilgan. Inspeksiya xodimi jamiyatda o'zini qanaqa tutish kerak? Tekshirishlarga chiqqanda inspeksiyani yuzisizlar. Shu inspeksiyani sha'niga dog' tushiruvchi ham mana shu xodimlar,
obro' e'tibor olib keluvchi ham mana shu xodimlar hisoblanadi. Shuning uchun har doim informatsiya, axborot kelib turibdi, sizlar haqlaringizda. Agar mana shu qo'yilgan talablarga rioya qilib, bugundan boshlab o'zgarib, boshqacha agar tizimda ishlamasak, ertaga holatlar bo'yicha xizmat tekshiruvi o'tkazib, kerak bo'lsa o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, vakolat bo'yicha tegishli prokuraturaga, davlat xavfsizlik xizmati, boshqa organlarga xodimlar ustidan yuboriladi. Shuning uchun hech kimni majburlab ushlab turganimiz yo'q. Kimga talablar yoqmayotgan bo'lsa, bugundan ertaman bemalol ariza yozib ishdan ketishi mumkin. Shuning uchun mana shu berilgan, o'rnatilgan tartib bor. Hammalar tartibga rioya qilishlaringiz kerak. Tartib majbur. Chunki davlatimizda ham siyosati, prezidentimizda ham siyosatlari hozir mana shu davlat darajasidagi siyosat, korrupsiyaga qarshi kurashish davlat darajasidagi siyosatga aylangan. Biz buni amalga oshirmasak, yaxshi natijalarga erisha olmaymiz. Keyin har bitta inspektorlar joylarda o'sha tekshirishlarga chiqasizlar, o'shanda narushение выявлять qilasizlar. Misol, narushение выявлять qilganda aktlar bo'ladi, dalolatnomalar. Bundan keyin har bitta akt dalolatnomani bizlar bilan согласовать qilasizlar. Mana shu bugundan boshlab har bitta inspektorning aktini, dalolatnomani bevosita korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha mas'ul xodim komissiya tarkibida ko'rib chiqiladi. Mana kimga nisbatan o'tkazildi, qanaqa shtraf qo'llandi, bajarish muddatlari qancha, qanaqa, hammasi ko'rib chiqilib, keyin xulosa qilinadi. Xulosa qilingandan keyin o'sha qaysi organga tegishli chiqarish masalalari tartibga ko'riladi. Keyin приостановлениялар bo'yicha aytmoqchi edim. Narushение bo'ldi, bordingizlar, приостановление qildingizlar. O'sha masala bo'yicha hisobot berishlaringiz kerak. Qaysi obyekt приостановление qilindi, qaysi muddatga, nima sababdan, qanaqa bahs hodisa oldi olindi. Boshqa, chunki bu yerda ham korrupsion составляющий tarkib bor. Shuning uchun sizlardan ham talab, bugundan boshlab ham iltimos, hamma qiladigan ishlaringizni mana shu buyruq, alohida buyruq qilinadi, jo'natiladi. O'sha buyruqqa nisbatan biz komissiya tarkibida ko'rib chiqamiz. Demak, mana shu fursatdan foydalanib hamma yig'ilgan. Bugun bitta korrupsiyaga qarshi kurash siyosati bo'yicha bitta qisqacha seminar o'tkazmoqchi edik. Prezentatsiyamiz bor, sizlarga ko'rinsa agar, marhamat, boshlaymiz. Demak, bugun mavzumiz shu inspeksiyada korrupsiyaga qarshi kurash sohasida qabul qilingan ichki me'yoriy hujjatlar. Demak, hozirgi vaqtda 10 dan ortiq mana shu sohada ichki me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. Yuqorida ham aytib o'tdim. Korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati, odam axloq kodeksi, manfaatlar to'qnashuvini boshqarish nizomi, kontragentlarni tekshirish bo'yicha yo'riqnoma, xizmat tekshiruvlarini o'tkazish siyosati, sovg'alar berish, olish bo'yicha siyosatlar va korrupsion xavf-xatarlarni baholash uslubiyoti. Mana shunga o'xshash 10 dan ortiq ichki me'yoriy hujjatlar bor. Har bitta seminarimizda o'shalarni vaqt yetgancha ikkitasi, uchtasi asosiy mazmuni bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Demak, birinchi korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilgan birinchi slayd. Qonunchilikni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana 2003-yilda o'sha BMTning korrupsiyaga qarshi kurash konvensiyasi bor. O'zbekiston ham qo'shilgan 2003-yilda.
keyin 2017-yilda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun qabul qilingan. Yana qonunlardan yaqinda 5-iyun kuni 2024-yil manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Bundan keyin prezidentimizni bir nechta farmonlari va qarorlari qabul qilingan. 20-yil 29-iyunda 6013 sonli farmon bilan korrupsiyaga qarshi kurash tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil qilindi. Mana shu soha bo'yicha vakolatli organdir. Bundan tashqari hammamiz bilamiz, korrupsiyaga qarshi kurash vakolatli organlari bu korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, davlat xavfsizlik xizmati, adliya vazirligi, bosh prokuratura, ichki ishlar vazirligi va bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti hisoblanadi. Undan keyin Vazirlar Mahkamasining 820 qarori qabul qilindi. Korrupsiyaga oid 20-yilda korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki ko'maklashgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risida nizom. Mana shu nizomga asosan ichki buyruq ishlab chiqdik. Tarqatilgan emas, ichki buyruq. Tanishtirilgan emas. Ichki buyruq bilan tanishinglar. Ichki buyruq ishlab chiqdik. Mana shu yanvar oyining oxirida o'sha buyruqda ko'rsatilgan har bitta xodim korrupsiyaga qarshi kurash borasida o'zini hissasini qo'shishi mumkin bemalol. Mana shaxsiy telefon nomerlarim kimga kerak bo'lsa yozib olinglar. Shu birinchi etajda gruppaga ham yozdim. Kabinet birinchi etajda inspeksiyaning binosida qanaqa holatlar bo'yicha murojaatlar bo'lsa, qanaqadir amaliy yordam bo'lsa bemalol 24 soat telefonim ishlab turadi. Murojaat qilishlaringiz mumkin. 97-221-4400 telefon nomerim. Demak, mana shu ichki buyruqda ko'rsatilgan har bitta xodim agar korrupsion holatlar haqida xabar bersa, u tasdig'ini topsa, biz ularni rag'batlantirish chorasini ko'ramiz. Berilgan xabarni tasdig'ini topishi yoki o'sha yetkazilgan zararni miqdoriga qarab ichki buyruqda ko'rsatilgan rag'batlantirish miqdorlari. Misol uchun o'sha eng kam ish haqining 3 baravaridan 100 baravarigacha ko'rsatilgan. Shuning uchun keyin o'sha xodimni shaxsi sir saqlanadi, anonim saqlanadi va qonun bilan biz zakrepit qilib qo'ydik. U xodimga har xil tazyiqlar o'tkazish, boshqa lavozimga o'tkazish, lavozimini tushirish yoki ertaga mansabga tayinlash borasida hech qanaqa muammolar, tazyiqlar o'tkazilishi mumkin emas. Shuning uchun bemalol qo'rqmay murojaat qilishlaringiz mumkin. Va mana shu tekshirishlarga chiqqanda har xil vaziyatlar bo'ladi. Buni eshitib turibmiz. Даже sizlarga pul taklif qilinadi, ayniqsa noqonuniy tekshirishlar bo'yicha bezlitsenzion tekshirishlarga chiqasizlar. Juda ham ko'p takliflar bo'ladi. Shu vaqtda ham bemalol korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha mas'ul xodimga murojaat qilishlaringiz mumkin. O'sha vaqtda biz tegishli organlar bilan ularning chorasini ko'ramiz. Keyin u shaxsiy o'zlaringiz xavfsizliklaringiz uchun ertaga birorta agar axborot kelsa, sizlarga qarshi ishlashi mumkin. Agar birinchi sizlar xabar bersangizlar, demak biz shu xodimni vijdonli, halol ishlashiga ishonib, ularga qarshi chora-tadbirlarni olib boramiz. Va keyin 62-57 farmon qabul qilingan va 51-77 prezident qarorlari normativ hujjatlarda hammasi ko'rsatib o'tilgan. Keyingisi. Mana prezidentimizni sitatasini aytib o'tmoqchi edim. Korrupsiyaning har qanday ko'rinishiga murosasiz bo'lish kundalik hayot tarzimizga aylanishi shart. Bu illatga qarshi kurashishga barcha davlat organlari, siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari har
umuman har bir fuqaro safarbar etilishi zarur. Keyin, demak, bu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ozgina tarixdan misollar keltirdik. Misol uchun, Sitseron degan chiroyli tarix bergan ekan. U boy viloyatga kambag'al bo'lib kelib, kambag'al viloyatdan boy bo'lib ketdi. Yoki Peter Hagen, korrupsiya bu shaxsiy naf ko'rish yo'lida davlat hokimiyatini suiiste'mol qilish. Yoki o'sha Edmund Berg, korrupsiya barq urayotgan jamiyatda ozodlik va erkinlik uzoq vaqt hukm surishi mumkin emas. Va mana shu tarixga keladigan bo'lsak, AQShda 1970-yilda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash to'g'risida qonun qabul qilingan. Bu qonunchilik tarixi. 1989-yilda Britaniyada davlat idoralarida poraxo'rlikka qarshi kurash to'g'risida qonun qabul qilingan. Singapurda 1960-yilda korrupsiyaga qarshi kurash qonunlari qabul qilingan. Endi korrupsiya atamasini hammalar tushunasizlar. Bu yerda qisqagina ta'riflar keltirilgan. Korrupsiya atamasi o'zi buzish, tizimni izdan chiqarish, pora evaziga og'dirish degan ma'noni anglatadigan lotincha korrupsion so'zidan kelib chiqqan. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida ham mana shu korrupsiyaning o'zining ta'rifi bor. Shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab, moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi yoki bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishi. Endi korrupsiyaga oid uzarlikka albatta qonun hujjatlarida javobgarlik belgilangan. 3ta eng ko'p tarqalgan korrupsiyaning turlari ko'p, eng ko'p tarqalgan 3ta turlarini aytib o'tish mumkin. Birinchisi maishiy korrupsiya, asosan mansabdor shaxslar va davlat xizmatchilarining kundalik ish faoliyatida fuqarolar bilan munosabatlarda keng tarqalgan. Ikkinchisi ishbilarmonlik korrupsiyasi. Hokimiyat vakillarining tadbirkorlik subyektlari bilan munosabatlarida uchraydi. Uchinchisi oliy hokimiyat organlari korrupsiyasi. Bu siyosiy hukmron doiralar hamda odil sudlov tizimi faoliyatida uchraydi. Mana shu maishiy korrupsiya va ishbilarmonlik korrupsiyasi holatlari hozirgi kunda mana shu inspeksiya faoliyatida uchrab turibdi. Keyin qanday javobgarlik bor? Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etilganligi uchun intizomiy javobgarlik, jinoiy javobgarlik va ma'muriy javobgarlik bor. Endi ko'rib o'tadigan bo'lsak, o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda yo jinoiy kodeksda juda ko'p moddalar bor. Misol uchun 205-modda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 206-modda hokimiyat yoki mansab vakolat doirasidan chetga chiqish, 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 209-modda mansab soxtakorligi, 210-modda pora olish, 211-modda pora berish, 212-modda pora olish berishda vositachilik qilish yoki o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 61-modda oz miqdorda talon-taroj qilish, 61-modda nodavlat tijorat tashkilotining boshqa nodavlat tashkilotining xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish, davlat organini, davlat ishtirok tashkiloti va fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish kabi bir qator moddalar berilgan. Keyin endi yana o'sha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida 167-modda bor. Bu o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish. Mana shu moddani ikkinchi qismi G bandida ko'rsatib o'tilgan. Endi qanaqa jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan jazolar bor. Bu jarima jazosi, muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari, xizmat bo'yicha cheklash, ozodlikni cheklash, intizomiy qismga jo'natish, ozodlikdan mahrum qilish va umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi ham bor. Endi bitta sifraga e'tiborlaringizni qaratmoqchi edik. Korrupsiya tufayli dunyo iqtisodiyoti 12,6 trillion dollarni yo'qotmoqda. Bu dunyodagi mavjud yalpi ichki mahsulotning 12%dan ko'prog'ini tashkil etadi.
2024-yilda o'sha BMT kotibi Antonio Guterreshni so'zlagan nutqidan olingan. Keyingisi. Demak, qaysi tashkilotlar bilan korrupsiyaga qarshi kurash borasida O'zbekiston xalqaro hamkorlikni amalga oshiradi? Yevropa Ittifoqi, BMTning narkotik va jinoyatchilik bo'yicha idorasi, BMT taraqqiyot dasturi, Moliyaviy razvedkalar uyushmasi, noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash tashkiloti, iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti. Mana shu ISO 371/2016 xalqaro standarti bor, sertifikati bu korrupsiyaga qarshi boshqaruv menejmenti bo'lib, o'sha poraxo'rlik holatlarini oldini olish va aniqlash bo'yicha qator choralarni o'z ichiga oladi. Hozir hammamiz birgalikda mana shu xalqaro sertifikatga qo'l kiritish uchun hamma chora-tadbirlarni, hamma hujjatlarni tayyorlab borishimiz kerak. Buni aytib o'tdik, siyosat korrupsiyani aniqlaydi, oldini oladi, chek qo'yadi. Inspeksiyaning korrupsiyaga qarshi kurash siyosat talablari asosida xodimlar quyidagi majburiyatlarni bajarishlari lozim. Majburiyatlar bilasizlar, tilxatlar ham olingan sizlardan ko'rdim. Demak, shu davlat mansabdor shaxsiga pora berish, pora olish, tijorat tashkiloti vakiliga pora taklif qilish yoki biron bir boshqa shaxsga uning harakatsizligini ta'minlash maqsadida va o'z rasmiy vazifalarini nomuvofiq tarzda bajarishga undash uchun pul mablag'larini yoki boshqa mulkni yoxud mulkiy huquqlarni, afzalliklarni, imtiyozlarni, xizmatlarni, nomoddiy aktivlarni, boshqa nomoddiy yoki pul ustidagi barcha foydani taklif qilmaslik, va'da bermaslik, ijozat bermaslik, topshirmaslik va boshqa majburiyatlarni xodimlar bajarishi lozim. Inspeksiyaning axloq-odob qoidalari bor. Bu axloq-odob qoidalari to'g'risida keyingi seminarlarda to'xtalib o'tamiz. Manfaatlar to'qnashuvini boshqarish nizomi bor, yaqinda qonun qabul qilindi. Bu to'g'risida ham mana kecha o'sha hamma xodimlardan manfaatlar to'qnashuvini boshqarish to'g'risida, manfaatlar to'qnashuvi mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risida deklaratsiyalar taqdim etishlarini so'radik. Deklaratsiya hamma xodimlar topshirdi. Kuni kecha rahbariyat bilan va axloq odob komissiyasi bilan birgalikda holatlarni ko'rib chiqdik. Yo sizlar tushunmagansizlar yoki umishlimni yashirish holatlari ham bor. O'sha deklaratsiyada ko'rsatib o'tilishi kerak bo'lgan holatlar ko'plari ko'rsatib o'tilmagan yoki yashirishga harakat qilingan. Bir qancha 15 dan ortiq holatlar aniqlandi. Hozir mana shu holatlar bo'yicha ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarni olib boramiz. Kerak bo'lsa, ichki xizmat surishtiruvlari ham o'tkaziladi. Chunki bu talablarda ko'rsatilgan edi. Qanaqa tadbirkorlik subyektlari bor yoki qaysi tadbir xo'jalik yuritish subyektlarini ulushiga egasiz yoki o'zingiz ishlayotgan, misol uchun mana shu geologiya vazirligi tizimi osti korxonalarida yaqin qarindoshlaringiz bormi? Yoki ertaga bevosita tekshirishni amalga oshirgan vaqtda mana shu tekshiruv obyektiga aylanish ehtimoli bo'lgan korxonalarda yoki tashkilotlarda yaqin qarindoshlar ishlaydi degan savollar bor edi. O'sha savollarga to'liq javob ololmadik. Bu bo'yicha yana alohida yig'ilish o'tkazamiz. Keyin manfaatlar to'qnashuvi ko'rinishlari bor. Mahalliychilik, nepotizm, homiylik, lobbizm. Hozir to'xtalib kimga kerak bo'lsa, marhamat slaydlarni berishi mumkin, ko'rib o'tadi. Keyingisi. Endi mana proteksionizm, ma'lum bir shaxslarni lavozimga tayinlashda ko'maklashish, nepotizm, etnik prinsiplar asosida davlat tuzilmalarida yoki boshqa tuzilmalarda guruhchilik manfaatlari bilan ishlash, kronizm. Bu hammasi ingliz tilidan olingan.
lavozimlarni tanish-bilishchilik asosida yoki do'stlariga berish. Rahnamolik, hammalar bilasizlar, favoritizm deyiladi. Himoya ostidagi ayrim xodimlarni yaqin olish va qo'llab-quvvatlash. Endi manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha bevosita korrupsiyaga qarshi kurashish yoki kadrlar bo'limi mas'uliyatli organ hisoblanadi. Ertaga manfaatlar to'qnashuvi ehtimoli bo'lsa yoki manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lsa, bir ish kunida xodim o'sha mas'ul bo'linmaga, maxsus bo'linmaga xabar berishga majbur va maxsus bo'linma 3 kun ish kuni ichida qonunga asosan o'sha manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etish choralarini odob axloq komissiyasi ko'rib chiqadi. Endi qachon deklaratsiya to'ldiriladi? Tayinlash va rotatsiya qilishda manfaatlar to'qnashuvini oshkor qilish, manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida ma'lumotlarni har yil oshkor qilish, mana shu kecha to'ldirilgan deklaratsiya, mavjud yoki ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelish fakti bo'yicha ma'lumotlarni oshkor qilish. Mana 3 ta holatda to'ldiriladi. Bartaraf etish choralari bo'ysunadigan xodimni yaqin qarindoshi bo'lmagan boshqa shaxs bo'ysunuviga o'tkazish. Manfaatlar to'qnashuvi predmeti bo'lgan masalalarni muhokama qilishda ular bo'yicha qaror chiqarish jarayonida qatnashishdan xodimning o'z ixtiyoriga ko'ra chetlashi, o'zini o'zi rad qilishi yoki uni majburan chetlashtirish. Manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik uchun xodimning lavozim majburiyatlari doirasini qayta ko'rib chiqish. Xodim tomonidan uning shaxsiy manfaatdorligi bo'lgan va manfaatlar to'qnashuvi predmeti bo'lgan tashkilotning ma'lumotlari va hujjatlaridan foydalanishni cheklash. Xodimni manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq bo'lmagan mehnatga oid funksiyalarni bajarishni nazarda tutadigan boshqa lavozimga o'tkazish va boshqalar. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan mana bugungi qisqacha seminarimiz tugadi. Savollar bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, e'tirozlar bo'lsa, marhamat, javob berishga harakat qilaman. Hozir uzilib qoladi, qayta kirib borasizlar. Bir savol bo'lsa berib turasiz. Kimda savollar bor? Marhamat. Yig'ilish qatnashchilar. Takliflar, e'tirozlar, savollar shunaqa. Kelgusi ishda tayinlab olamiz. Tajribasi katta xodimlar bor. Sohada yangiman. Jamshid Tashqari, shunda bor taklif bilan savol. Ana yuqorida aytdingiz, aktiv sanalarda ham tomonlar tekshirgan tursa bizga kelish. Buning ikkita tomoni bor. Agar aktni o'sha davlat tomoni qilib qo'l qo'ymasdan, uning tartibi bo'yicha oldindan davlat tomoni tuzilgandan keyin uni tuzuvchi ko'rgan o'sha davlat inspektori qo'l qo'yadi, qabul qilgan tashkilotda mas'ul shaxs qo'l qo'yadi. Qabul qildi. Uni agar qo'l qo'ymasdan, topshirmasdan turib ko'rsak, biz inspektorga yerga chiqqan, ko'rgan sherik bo'lib qolamiz. Agar u qo'l qo'yib bersa, haligi aytgandek hokimiyat harakatsizligi yoki harakatsizligi yoki bo'lmasa ikkinchi qo'l bo'yicha bu falsifikatsiya bo'ladi. Shuni hozir bir o'zlashtirib olishimiz kerak. U qo'l qo'ygandan keyin, chunki hamma ekzaminlardan o'tib, suhbatlardan o'tib, ombudsmanlar guvohnomalari bor, o'shalarni hammasi olgan bo'ladi davlat inspektori. Shuning uchun qo'l qo'ygandan keyin bizga jo'natsa, biz unga chora ko'rishimiz, mansabidan aslida qilishimiz yoki boshqa pravoslavniy organlarga berishga haqlimiz. Shuni qaysi birini qabul qilamiz? Agar inspektorlarni